O'zbekistonning eng chiroyli, eng nufuzli bayrog'i. Nima uchun bayroqni yerda oldingiz? Assalomu alaykum. Nima uchun masligim kerak? Bugun 18-noyabr bayroq kuniga mana shu bayrog'imiz tushirilgan ajoyib gulni sizga bermoqchi edik. Rahmat. Ko'p inson befarq bo'ldi-da. Rahmat. Nima uchun siz befarq bo'lmadingiz? Nega befarq bo'lishimiz kerak? Bu bayroq avvalambor davlatimizning ramzi. Undan so'ng esa xalqimizning g'ururi deb hisoblayman. O'ylaymanki, hech bir odam mana shunday davlat ramzlariga hech qachon befarq bo'lishi kerak emas. Shuning uchun yerda yotgan ekan, to'g'risi o'zim g'alati bo'lib ketdim-da, qo'limga oldim. Har bir fuqaro o'ylashimcha shunaqa davlat ramzlariga albatta bir hurmatda bo'lishi kerak. Biz qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar musofirda bo'lamizmi, o'zimizda, vatanimizda bo'lamizmi? Qachonlarda shu bir bayrog'imizga ko'zimiz tushsa, etimiz jimirlab ketadi-da. Ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borardim. O'zim kutmagandim. Mana shu hamkorimiz Seven Saber'dan mana shu davlatimiz ramzi bayrog'imiz tushirilgan ajoyib kepka sizga. Mana shu davlatimiz bayrog'i tushirilgan ajoyib tort Aziza Bakery'dan bu sizga sovg'a, addushi, chin yurakdan. Bee'tibor bo'lmaganingiz uchun, befarq bo'lmaganingiz uchun, o'g'il bo'ladimi, qiz bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar yoshi katta, kichik farqi yo'q. Davlatimiz ramzi oyoq osti bo'lmasligi kerak. Chunki bayroqtik, millattik degan gap bor, o'zingiz bilasiz. O'zim ishlayman-da shu sohada, televideniyada. Davlatimiz ramziga bag'ishlangan tadbirdan kelayotgandim. Bu esa umuman kutilmagan jarayon bo'ldi. Juda ham xursandman. Rahmat sizga. Bayrog'ing boshingda hilpirar. Porlagay istiqlol mash'ali. Bayrog'ing boshingda hilpirar. Porlagay istiqlol mash'ali.